Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, bugun 22 noyabr 25-yil hamma yoqda O'zbekistonimiz bo'yicha mana bunday xurmolarni rosa g'arq pishgan davri. Ko'p xurmolarimiz haligi bir tanglaydi, yopishtirib qo'yadigan va enaqa taninmi qanaqadir moddasi bor-ku. Shokoladli xurmo bo'lmasa agar shunaqa holatda anchagacha turib qoladi. Buni bitta yaxshi yo'li menga uchrab qoldi. Shiringa aylantirish yo shiringa aylantirish bo'lmasa ham o'sha har qilayli tangligini nima deydi, yopishqoqli bir xususiyatini olib tashlash. Demak, osongina yo'li bor ekan. Xolodilnik, mana o'sha muzlatgich xonasi bor, morozilka xonasi. O'shanga 10 soat yo 12 soatga xurmolarni qo'yib qo'yilar ekan. Mana qarang. Takkillab qo'ygan, muzga aylanib qo'ygan. Bo'ldi. 10 soat, 12 soatga qo'ygandan keyin olib qo'yib qo'yasiz, yana 1 soat, yarim soatda balki muzdan tushadi, muzidan. Yumshab qoladi. Haqiqiy daraxtdan uzgan holatingizga nisbatan yumshab qoladi, lekin suv bilan oqib ketmaydi. Yuviladi, iste'mol qilinaveradi. Shirinligi, o'zidagi shakarligi qolyapti, lekin haligi tanglaydi, yopishqoq qilib qo'yadigan holati yo'q bo'lar ekan. Marhamat, kim biladigan bo'lsa izohlarda qoldiringlar, bilmaganlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Shu manfaatli bo'lishi uchun ko'pchilikka mana shu video bilan Telegram guruh yo WhatsApp yo Instagram guruhlarda o'zlaringizga yaqin bo'lgan insonlar bilan bo'lishib qo'yishlaringni iltimos qilaman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.